Tutung, mau 100 koy jarimane. Yaxshimisiz Veyzo? Har az. 5 minutdan keyin yig'inachimiz. Ma'qul bo'ldi. Qo'lishgan biz nechta yerimiz esa to'ttal deb yozgan odam kim u? Ha? Demaysizlar shundoqmi? Bo'ldi. Men o'zimizda ya. Aqida o'rningizda turing. Mezonman nima qilmadim. Qo'lishgan pul nechta yerimiz esa to'ttal deb yozibsiz-ku. Ha? Men sizlarga qonchiqdim deyman. Xaridan maslahat so'raganda erinmay javob beringlar deb. Javob bergandim cho'qim tushunishli qilib javob beramiz degan. Muqaddas. Siz maslahat to'g'risida bularga peshon olib berdingizmi? Haftada 2 qitimdan pesho olib berayotgan nimishkim bular esi tutib bo'lmadi ota. Bo'ldi. Men bahon ko'rsatman. Men bunda bahonlarga beklam 3. Sizning mashinangizda mo'yan tutib qolsin. Bundan keyin qaysinglar ishda xatolik o'tkazsanglar, men osonlikchi bo'ldi qilmayman. Muqaddas, peshini kuchaytiring. Bo'ldi, yig'inni boshlaylik. Qanday gap bu aqida? Men bu to'g'riliq necha qitim pesho qildim sizlarga. Shuni men yodingizda tuta olmadinglarmi? Bekam men tilishtkizdilar sizlar men qo'y jarimani qo'ydi texmanga. Jepichimni siqdik. Filmning davomini UzAvoz salonidan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvoz. Siz meni boshqaramsiz, men siznimi? Qo'yinglar deganki qo'yinglar. Bekam men tilishtkizdilar sizlar men qo'y jarimani qo'ydi texmanga. Jepichimni siqdik. Kenchiron bo'lgandan qasddan qilmadim. Qasddan qilmadim degan gapni qilmanglar menga. Chiqing. Men men qo'y pulni-chi, kelar oylik maoshingizni tutib olaman. Aldingizmi? Lekin bu Nima lekin pekin degan narsa yo'q bu yerda. Men men qo'yni bersangiz bersiz, bo'lmasa yo'q olingman ishgani. Lekin deb qo'yay, bu yerdan kessangiz, bu yerdagi maosh ta'minoti yaxshi shirkatni ham topa olmaysiz. ma'qul bo'ldi. Chiqaman. Ay to'xtang. Bu kiyimlaringiz pek chiroyli-ku, sizning yosinib nagmandingiz. Birdan kiyimingizni almashtiryapsiz-ku. Bu yoq qahva to'kilib ketganda shuni almashtirdim. Chiqaman. Atdan boshlab xizmat kiyimingizni kiyib keling, ha? Bo'lmazmi? Eldana, ben topdan chiqaytim dedim. Dushanba kuni yig'in bor, kechikmay kelinglar desam, yana kechikib kirdingiz-ku. Bugun bu ta'lingiz gap direktor ortiq gap qilmadi. Bo'lmaganmiz obdan gapim batdi sizga. Tuting, men 100 koy jarimani. 15 minut kechiksam 100 koy farq qo'yaman. Voy, siz meni boshqaramsiz, men siznimi? Qo'yinglar deganki qo'yinglar. Men Bundan keyin kechiksangiz-chi 200 koy qo'yman. Doim kechikib yurgan.
Bika. 그럼. Lüzumla çağırırkeniz. Teşekkürler. Ah, sağ ol. Anlaştık bana sen yapacağım. Cidden ben sen. Anlaştık bana. Sen bek yaxşıydın. Ben şirketga Google çekip gelmedim ne çıktım bilip sana. Fakat gep almaysan. Putu ağrıp ketgende tüten ben kegin. Ay can, ben düşünseydim arkadaşım. Ay, Veysel tartımda Veysel. Üzüğün naşlık kılmay gelse, iler naşlık aproprisini fakat unutmaysan. Şu yürgünümüzge beşey oğan emas mı? Şu anlaşla katırıp vermemde tübәdер bo'lgan. Bu deysan desem mi Bika? Onu almaysan. Bu işte bu mukaddes degan bir nima qajashib qolsin. Ay to'xta lan. Men sen jugan bo'lsam, olmaysan. Şirketni boshqur desam olmaysan. Sen zalim o'ylayapsan. Meni o'zimga tayinib bitirish qildim. Buni sen qanday yarim qilma? O degan bu to'g'ri. Men chiqardim. Sizni shunga. Do'stimning uchun mijasini shunday yaxshi ish qilib chiqishdilar. Gap bo'lamaydi. Hey, adaş. Gel. Cep saxlab Safha ketinglarmi? Az ikkalan bir-birini tanishtiraylik. Bu yoq mening yaqin do'stim Zahida, bu yoq mening yaqin do'stim Venera. Ikkalan tanishib qolaman. Yaxshimi? Ishqilib ikkalan ko'rishtirib shunday xush bo'ldim. Ikkalan uchun eng yaqin do'stlarim. Haras Venera Zahida uchun ishkirda o'qib, endi yaqinda qaytib keldik. Shuni yaxshi tushunib, yaxshi do'stlab ketaylik, uchaylan. Haras buguncha nima yeganlar ekan shuni yanglar. Bal, chiqib mening. Eldandan ko'p gaplaringizni anglagandim. Oxir ko'rishdik. Men shu sizning gapingizni bakcha anglagandim. Oxir ko'rishdik. Men yo'qoqlarni Eldanani oldim, xabar olibsiz. Bak rahmat. Undaq demsangiz bo'ldi. Eldanga mening yaqin do'stim desam, undan qanchalik qilsam arziydi. Hammamiz eng yaqin do'stlar. Nimaga xabar? Ay Mulozim. Oldu. Maylıqlaşgan. Filmning davomini UzAvoz salondan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvoz.